AQSh prezidenti Donald Trampning G'azo bo'yicha yangi rejasi e'lon qilindi. Hujjat G'azo kelajagini urushdan keyingi davrda barqarorlashtirish va iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, unda bir qator muhim bandlar belgilangan. Avvalo, G'azo hududi bosqichma-bosqich demilitarizatsiya qilinishi, Isroil qo'shinlari esa ma'lum muddat ichida hududdan olib chiqilishi nazarda tutilmoqda. Tramp rejasiga ko'ra hududda xalqaro ishtirokidagi xavfsizlik kuchlari joylashtiriladi va yangi mustaqil Falastin ma'muriyati tashkil etiladi. Hamas esa butunlay siyosiy va ma'muriy tuzilmadan chetlashtiriladi. Rejada G'azoning ijtimoiy-iqtisodiy tiklanishi ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Xususan, suv va elektr ta'minotini barqarorlashtirish, transport yo'llarini ochish, infratuzilmani qayta tiklash va xalqaro hamkorlar yordamida yirik gumanitar paketni amalga oshirish maqsad qilingan. Tramp bu tashabbusni New Gaza loyihasi deb atab, hududni xorijiy investitsiyalarni jalb qiluvchi maxsus iqtisodiy zonaga aylantirishni taklif qilmoqda. Shu orqali yangi ish o'rinlari yaratilishi, savdo va eksport imkoniyatlari kengayishi, falastinliklar hayotida ijobiy burilish yuz berishi ta'kidlanmoqda. Prezident Trampning so'zlariga ko'ra, bu reja nafaqat Isroilning xavfsizlik manfaatlarini ta'minlash, balki Falastinning ham o'z davlat tuzilmalarini shakllantirishga imkon berishi lozim. U ikki tomon o'rtasidagi uzoq yillik qarama-qarshiliklardan so'ng barqarorlik sari ilk amaliy qadam tashlanayotganini bildirdi. Biroq xalqaro tahlilchilar hujjatni ehtiyotkorlik bilan baholamoqda. Rejaning eng katta zaif tomoni Hamasning siyosiy maydondan to'liq chiqarib tashlanishi, falastinliklar o'rtasida keskin norozilik keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, Isroilning g'arbiy sohildagi noqonuniy aholi punktlari, Sharqiy Quddusdagi siyosiy bahslar va hududiy nazorat masalalari hanuz ochiq qolmoqda. Mutaxassislar fikricha, bu tashabbus diplomatik yutuq sifatida muhim bo'lsa-da, Falastin suvereniteti va haqiqiy mustaqilligini ta'minlash uchun yetarli emas. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Trampning G'azo bo'yicha rejasi xalqaro maydonda katta rezonans uyg'otdi. U falastinliklarga yangi iqtisodiy imkoniyatlar va xalqaro qo'llab-quvvatlash va'dasini bersa-da, amalda uning bajarilishi Isroilning siyosiy irodasi, xalqaro hamjamiyatning bosimi va falastinliklarning o'z irodasini inobatga olish bilan chambarchas bog'liq bo'lib qolmoqda.